Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli bizni doimiy kuzatib boruvchi qadrli obunachilarimiz. Mana Ibrohimjon, xudo xolasa yangi ishchilarimizdan biri. Gazini bosib ishni boshladi, xudo xolasa. Oilaga chegarasi yo'q bu bolani oilaga. Tilloga teng bola. Xo'p, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bizda bugun dastavka. Inshaalloh. Bitta 15 kilovat, bitta 22 kilovatlik yo'llarimizni dastavka qilib berishlik uchun yo'lga otlanyapmiz. Tohir aka, xudo xolasa qayerga? Bittasi Chustga, xudo xolasa, Namangan viloyati. Bittasi Marg'ilon shahriga. Marg'ilon shahriga. Xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar. Yo'llarimiz bir-biridan ayroq. Lekin biz vodiy bo'ylab dastavka bepul deb qo'yganmiz. Xudo xolasa qayerda bo'lishidan qat'iy nazar inshaalloh katta yo'llaringni yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa ko'rganda birinchi Marg'ilonda, keyin Chus Namanganda ko'rishguncha deb qolamiz. Bizda xudo xolasa ish qizg'in ketmoqda. Astedil hamma gazini bosyapti. Salomat bo'linglar.